Diqqat aholiga tezkor xabar! O'zgidromet agentligi iyun oyiga kutilayotgan bir oylik ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostida like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat! O'zgidromet iyun oyiga kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, bu yil yoz quruq va biroz issiq ob-havo bilan boshlanadi. 1-7 iyun kunlari respublika bo'yicha asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo kuzatiladi. Havo harorati asta-sekin 35-38 darajagacha, shimolda, janubda, cho'l hududlarida 40 darajagacha ko'tariladi. Keyinchalik oy oxirigacha harorat 33-38 darajadan 25-30 darajagacha o'zgarib turishi kutilmoqda. Respublika shimolida, janubda, cho'l hududlarida esa eng issiq kunlar harorati 39-41 darajagacha ko'tariladi. Birinchi 10 kunlik oxirida, ikkinchi va uchinchi 10 kunliklarda ayrim kunlarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ish ehtimoli ham bor, deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, xabarimiz keng tarqalib barchaga yetib borishligi uchun like bosishni unutmang.